Men 2023da internetga kirganman. Internetdan gruppalarga qo'shilgan holatda bir bola bilan tanishib qolganman. O'sha bolani orqasidan gaplashib internetda o'ta ta'sirga tushib qoldim. Chunki u Alloh to'g'risida ko'p gapirardi, keyin ma'ruzalar tashlab turardi. Ma'ruzalar sekin-sekin ta'sir qila boshladi. Ta'sir qilgandan keyin o'zim shu holatga tushib qolganman. Sekin-sekin kiyinishlarim ham o'zgarib qoldi. Zamonaviy kiyinardim. Keyin birdaniga ma'ruzalar ta'sirida tushib qolgandan keyin kiyinish tarzim o'zgarib ketdi. U bola Turkiyaga chaqirgan. Turkiyaga chaqirgandan keyin o'qishga ketyapman deb uydagilarga Turkiyaga ketganman. Lekin u bolani Turkiyaga borganim bilan u bolani ko'rmaganman. U bola u yerda bo'lmagan ekan, Turkiyada bo'lmagan ekan, u o'sha Suriya davlatida ekan. Shu sabab kutib olmagan. Orada onamni mazalari qochib qoldi. Onam rak kasallar. Shu sabab yana O'zbekistonga qaytib keldim. O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin yana u bola bilan aloqa bog'landi. Yana Turkiyaga qaytib borishimni aytdi. Keyin men yana o'qishga ketaman deb, o'qishga emas, Turkiyaga o'sha bola bilan uchrashish uchun ketganman. Ya'ni men uni Turkiyada deb o'ylaganman u bolani. Men Turkiyada o'qiyapman deb aytuvdi. Turkiyaga borgandan keyin imkonim qolmagani uchun, yashashga joy topa olmaganim uchun Suriyaga ketishga majbur bo'lganman. O'zimiz o'zbek bola, ya'ni andijonlik. Gap so'zlari ham ta'sir qilgani uchun yaxshi ko'rib qolganman. Turkiyaga borgandan keyin birovi uyda ishladim, turk oilasida ishladim. Yo'lkirga pul to'plagandan keyin o bola yana aloqaga chiqdi. Men pul jo'nataman dedi, lekin nimagadir undan pul olgim kelmadi. Ya'ni men ishonmadim unga keyin. Turkiyada bo'lsang keyin ko'rishaylik desam ham yo'q dedi. Sabab keyin ochiq-ochiq aytib berdi. Bu yerda yurishlaring xato, yolg'iz yashashing umuman, yolg'iz yurishing umuman xato deb. Tushuntirgandan keyin turmush quramiz dedi. Video-vizitda gaplashganman. Xuddi yashirin odamga o'xshab ko'rindi-da. Keyin agar siz rostdan ham shu yerda bo'lsangiz dedim, ko'rishaylik dedim. Bo'lmasam men yana O'zbekistonga qaytib kelish fikrim borligini unga aytgandan keyin, "Yo'q, to'xta, men senga tushuntiraman." Tushuntirishni o'zini ep ko'rmadim, bilmadim. Bir ikkita ma'ruzalar tashadi. Sodiq Samarqandiyning ma'ruzasini tashadi. O'shandan keyin o'ta qattiq ta'sirlandim. Ya'ni ayol kishi yolg'iz chetda yurishi xatoligini. Shundan keyin faqat ta'siri o'tdi menga. Shu sabab u keyin telefon qildi-da, "Eshitdingmi?" dedi. "Ha" dedim. Keyin biron ozgina xulosa chiqargandirsan deb shunaqa dedi. "Bilmadim" dedim, "Lekin men seni juda ham yaxshi ko'raman" deb aytdim. Unda "Sen haqiqatan ham meni yaxshi ko'rsang" dedi. "Men aytgan joyga kelasan" dedi. Suriya davlatini aytmadi-da, lekin o'sha avtobusga bilet olib, o'sha kichkina shaharchalarga borishimni aytdi. O'sha kichkina shaharchalar u Suriyaning chegarasi tarafda joylashganini aytishdi. Keyinchalik bildim. U joylarga borgandan keyin yo'l tartib qiladigan insonlarni ko'rib, arablar chiqib qoldi-da yonimdan. Arablarga berilgan ekan, o'sha o'tkazib berish anaqasi. Arablarga qayerga ketyapman desam, "Sen biz anaqamizga, shahrimizga kirmoqchi ekansan. Sen o'shanaqa deb aytishdi. Eringmidi? U telefonda gaplashganda shunaqa dedi." "Ha, erim endi erga tegaman o'sha bolaga" desam, "Sen Suriyaga ketayotganingdan xabaring bormi?" dedi. G'alati tuyuldi, lekin ortga qaytish uchun mablag'im ham yetarli emasdi meni. Faqat bilet uchun, keyin ozgina yegulik uchun pulim bor. $400-500. Shundan keyin qaytmadim ortga. Ular arablarni bir palatkasida o'sha yerga joylashdik. Joylashganimizdan keyin yana odamlar kelishdi. Ular ikkita o'zbek bola va bitta o'zbek qiz kelishdi. Keyin yana nechtadir arab ayollar, arab erkaklar kelishdi.
ular ham o'tib ketishi kerak ekan, lekin u yerda yo'l yo'q ekan. Yashirin yo'llar bilan olib o'tishga harakat qilgan edi, lekin o'rtada ko'pchilik qochib ketdi, ko'pi qo'lga tushib qoldi. Pastga kecha soat 9da yo'lga chiqqan bo'lsak, ertalab soat 7larda qo'lga tushganmiz. Yarim odam boshqa joyga yetib olib, keyin boshqasi harakatlanishini aytgan. Mana shunaqa qilib kelganmiz. Yarim odam ketgan, arablar o'zlari ketib bordi. Lekin bizlar qo'lga tushgandan keyin Turkiyani xodimlari bizni qo'lga olishdi. Chegarada qo'lga olgandan keyin chiqarib yuborishdi. Ya'ni tergov qilishdi, surishtiruv olib borishdi. Surishtiruv olib borgandan keyin chiqarib yuborishdi. Lekin pasportim yo'lda tushib qolgan. Chunki menda pasport bor edi, keyin telefonning batareykasi bor edi, telefon bor edi. Ozgina mablag' pulim bor edi yonimda. Boshqa hech nima olib ketmaganmiz. Yo'lga hech nima olib ketmanglar degan yo'l tartib qiladiganlar turk askarlari qo'lga olgan. Turk askarlari qo'lga olgandan keyin tintuv bo'ldi. Polni hamma joyni shimon qilishdi. Shimondan keyin ya'ni boshqa sheriklarimda sumkasi bor edi, ryukzagi bor edi. Mana shu paytda tushib qolgan meniki. Yonimdagi ya'ni pasportim tushib qolgan, batareykamni yo'qotganman o'sha tog'li hududda, ya'ni kechqurun soat 5-6 ni atrofida qo'lga tushgan bo'lsak, 7da bizni jandarmaga jo'natgan, ya'ni uchastkovoy xona deyiladi bizda anaqada. Shu joyga jo'natgan. Keyin shaxsimizga aniqlik kiritgandan keyin turk kuch idorasiga olib borgan. Kuch idorasiga topshirgandan keyin o'sha yerda qolishimizni aytishdi. Ancha payt, 1-6 oy. Shaxsimiz menda pasport yo'qligi uchun aytsam ham ism familiyani kirgizdi, lekin kompyuterdan chiqib kelmayapti. Keyin aeroportda kirib borgan anaqalarimni topib, keyin shaxsimga aniqlik kiritib, u O'zbekistonga aniq qilgan. Deport qilishgan. Deport qilmasa ekan faqat ular ta'riflari, ya'ni kichkina tartibbuzarlik deb nomlab anaqa berilgan bu yerga. Lekin advokat olib, bitta anaqa shu yerda qolib 6 oy muddatda chiqib ketsangiz bo'ladi deyishgan. Lekin menda unaqa u yerda qolish uchun sharoitim yo'q edi. Ya'ni bitta mablag' kerak ekan. Shu sababli sharoitim bo'lmagani uchun O'zbekistonga deport qilinglar deganman. Necha yoshida o'zi yigit? Kimida o'zi? 98-yil deb aytishgan, lekin men hali uni o'zini ko'rmaganim uchun ko'p narsani mana shu kelib, masalan, kimligini, shaxslarni aniqlashtirgandan keyin sekin ma'lumotlar kelyapti. Voz kechgan, xullas uydagilardan voz kechgan bola bo'lib chiqdi. Onam o'sha kasal bo'lganlardan keyin pensiyaga chiqqanlar. Dadam ham pensiyadalar. Umrlari uzun bo'lsin deb duo qilaman, lekin u kasallik o'ta jiddiy narsa. Uni bilaman, bilganim uchun qo'rqaman men. Yetib bora olmaslikdan qo'rqaman. Uydagilarim yoniga yetib bora olmaslikdan qo'rqaman juda ham. Nima bo'lsa ham faqat ular men ortimdan kelib turibdilar. Hozir o'sha bola ham yo'q, hech qachon xabar olmadi yoki bo'pti biron yo'lni qilib bo'lsa ham xabar olmadi-da. Biron marta. Internetda bilmadim, yana u nechta insonlarni, nechta ayollarni aldaganini bilmadim, lekin hushyor bo'lishni bundan keyiniga o'zimga aniq qilaman. Taqiqlangan narsalardan yoki boshqa joydagi domla ustozlardan emas. Mana shu yerdagi ustozlar ham bera oladi, ilmi bor. Ilmi bo'lmasa bunday qo'yib qo'ymasdi. Men internetga kirib aldanib qolganimdan juda ham pushaymonman. Ya'ni u boladan juda ham yetarli darajada xulosamni chiqardim. Meni holatimga tushishni xohlamayman bironta qizlari. Men shu tinchlikni, men notinchlik yo'liga almashmoqchi bo'ldim. Bundan juda ham pushaymonman.